Okeyda shu uchastka tekinga berib yuborilyapti desam ishonasizlarmi? Вообще gap bo'lishi mumkin emas. Kech bo'lishiga qaramasdan yetib keldik. Srojniy variant bo'lgani uchun Yashnobod tumani Oqdaryoda joylashgan. Umumiy 508 sotix yer maydoniga ega bo'lgan tayyor patkul uchastka yer uchun to'lov qiling, uylar tekinga berib yuborilyapti. Yo'l yuzidan ikkinchi uchastka Fayzli mahallada joylashgan. Darvozaxonadan kiruvchi shunaqa keng katta hovlisi, naves ostida yo'lini ko'rishimiz mumkin. Xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Binosini ko'rasizlar, tayyor holatda. Kelasizlar yashaysizlar. Ayollarimiz uchun kuxna joylashgan bo'ladi. Kladovka xonani ko'rishingiz mumkin. Bu yoq binosini o'zida kiruvchi hol bilan boshlangan. Alohida sanuzlarni ko'rishingiz mumkin. Akkuratli holatda bolalar yotoqxonasi va bitta katta zal mehmonxona. Mehmonxonadan katta yotoqxonasini ham ko'rishimiz mumkin. Xonalardan bemalol boshqa xonaga o'tsanglar ham bo'lar ekan. O'rtada katta zeleniy zona, mevali daraxtlar ekib qo'yishgan. Bu yoq pastdagi binosida 3 ta xona joylashgan bo'lsa, remontlari bu yoqdagi o'rtacha holatda ekan. Alohida hojatxona, sanuzlarni ham ko'rishimiz mumkin hovli uchun. Yashnobod tumani Oqdaryoda joylashgan 508 sotixli tayyor patkul uchastka. Orientir 27-poliklinika bo'ladi o'rtoqlar. 508 sotixli. 1 sotix uchun $45,000 dan to'lov qiling. Yer narxi o'zi xuddi shu lokatsiyada 1 sotixi $50,000, $45,000 atrofida. Yer uchun to'lov qiling, uylar tekinga. Pastdagilar nomeri savdolashib olsangiz bo'ladi.